Ko'ryapsizlarmi qizlar? Mana sochni qaranglar. Sochmisan soch. Mana buni qaranglar. Uzunliklarni qaranglar. Mana 2,5 santimetrlik sochi bor ekan. Hali bu tug'ilsa bilmadim. Sochiga oyisi jamalak taqib qo'ysa kerak qiz bola ekan deb mana sochini o'lchab qo'ydim. 2,5 santimetr soch. Даже undan ham uzunroq chiqadi soch uzunliklari. Endi aytyaptilar shu sochi uzun ekan, jig'ildonim qaynayapti, Gulnoz opa deb. Soch uzunligi jig'ildon qaynashga aloqasi yo'q. Soch uzunligi bachadonni ichida joylashgan bolacha jig'ildon qaynashib, sani qizil o'ngachimiz oshqozon bilan bog'liq, gormonal fon bilan. Ko'ryapsizlarmi, soch uzunligi kimdan o'tadi bilasizlarmi? Uyda kimni sochi qora bo'lsa, qalin bo'lsa yoki jingalak sochlar dominant sochlar hisoblanadi. Jingalak sochlar, qora sochlar dominant hisoblanadi. Endi to'g'ri, dominant bo'lmagan sochlarimiz ham sariq, siyrak sochlar ham dominant